Sen qandaysan? Zo'r. Menga nima olib keldingiz? Ko'ring-chi. Nima qidiryapsan? Hech narsa olib kelmadingizmi? Ha, bu kallangni ham tiqib qara, nimadir bordir. Degan jonivor ishdan qaytishda xotinimga, suyukli yorimga deb bir nima olib kelmaydimi? Shokoladmi, marojniymi, qurtam bo'laverardi. Ishlarda charchamang. Menga sog' omon bo'lsangiz bo'ldi. Hech nima kerak emas. Olib kelmay qo'yavering. Menga siz keraksiz. Sizni sevaman. Boringga shukr xotin. Men ham seni sevaman. Bo'ldi, bir og'iz so'zing hech vaqo bormayman. Tut. Tak что? Sulton Sulaymon bugun dam oladi. Dam olarmish. Men ziqib dam olaman. Uxlarmish. Hozir shunaqa uxlataman. Siz bemehrsiz. Siz e'tiborsizsiz. Boshlandi. 2 sutkadan beri uxlaganim yo'q. 30 million kreditni yopdim. Bittay ishlasam. Yana e'tiborsizmishman. Nima deyapman, jinursin? Siz faqat uxlaysiz. Menga qarada, nima shu bitta chup-chup ikkita qurt olib kelmaganimga shuncha vaqtmanmi? Sevgi qurtdan boshlanadi. Balkim 2 bochka razliv pivo ham olib kelarman. Qurt bilan savmesni zo'r ketadi-da. Yaxshi bo'lardi, lekin muzdekkina 2 bakal bo'lsa. Lekin siz baribir meni sevmaysiz. Hech qurt bosib ketgan. Har kim narsa olib kelaversangiz, chunki uyal, tushundingmi? Qachon gachaman? Yana boshlandi. Ana tentak uylantirsam odam bo'ladi desam, bitta tentak ikkita bo'ldi. Yaqinda 3-tentak ham tug'iladi. Hoy, ho'kiz. Hoy. Ha, kelin, tinchlikmi? Oyjon, men uylan yig'ishtiryotgandim-da. Mayli, ovqatga qarang. Uylan yig'ishtirayotganmish. Sen meni yig'ishtiryotding. Polvonim, tinchlikmi? Oyi, cho'chima, hammasi paplanib ketyapti, lekin kontrolda. Paplanovi? Hey, o'zingni planovi tug'ilgansan, meni paplanovimish. Xotin kishini qattiq ushlash kerak. Gaq desa, qo'liga qo'nadigan yo'q. Bu qo'liga qo'nadigan qo'yish kerak. Endi qo'limda qitig'im borligi uchun boshimga qo'ndirib qo'yganman-da. Texnik nosozlik. Ha, boshingga o'raysan. Tushundingmi meni? Ha, yo'q, tushundim. Sirasi tushundim. Mayli. Hay, shoshma. Ha? Boya Razlivnoy haqida gapirdingmi? Biya? O'shandan bir bochka olib kelib qo'ygin. Bugun bir gapimiz bor-da. Mana nima uchun bolalar ne bilan nima tug'ilib ketyapti?